Hozirgi depressiya holati sizni shaxsingizni psixopatga o'xshatib qo'ygan. O'shaning uchun eringiz charchab ketgansiz. Munosabatlarni tiklashingiz kerak-da. Uning uchun siz sog'lom bo'lishingiz kerak. Просто shu kasallik sababli ham oilalar buzilib ketadi. Chunki bu oyoq qo'li singanga o'xshab ko'rinmaydi-da tashqaridan. Ichkaridan insonni yeyveradi. Bizning ruhiyatimiz, bizning xulq-atvorimizni belgilab beradi. Xulq-atvorda muammo bo'lgandan keyin orada nizolar chiqib kelaveradi. Nizolar bu oilaviy muammolarga olib keladi. Shu bitta kasallik, oddiy arzimagan kasallik oilalarni buzib yuboradi. Shuning uchun avvalo o'zingiz, balki eringizni ham davolash kerakdir, men hali uni bilmayman. Ikkita kasal odam bo'lsa birga yasha olmaydi. Unisi ham, bunisi ham muammo bo'lsa yasha olmaydi. Agar bittasi sog'lom bo'lib tursa, munosabatda davom etaveradi. Shuning uchun siz sog'lom bo'lishingiz kerak. Mayli, siz o'zgarasiz, oilangiz o'zgaradi. Xohlasa. Eringizni kimligini bilishingiz kerak. Agar eringiz narsist bo'lmasligi mumkin, isteroid shaxs bo'lsa ham, isteroidlarga qanaqa muomala qilish kerakligini o'rganasiz. Ilojingiz yo'q, faqat yaxshi gapirasiz. Buning uchun o'zingiz sog'lom bo'lishingiz kerak.